ras bolalar chaqirganda ko'zga qaramaydi, atrof muhit bilan muloqoti deyarli bo'lmaydi. Ular asosan hayajonlanib, entikib gapirishadi, lekin gapirayotgan gapligisi yoki so'zlari vaziyatga bog'liq bo'lmaydi. Ular ko'proq o'yinchoqlar o'ynashganda g'ildirayli, ya'ni bir xil harakatni qaytarishgani hisobiga shunaqa o'yinchoqlar bilan o'ynashni yaxshi ko'rishadi. Masalan, eshikni ochib yopish ular uchun xos bo'ladi yoki koptonni dumalatish, mashinani ballonlarini g'ildiratib o'ynashi bu bolalarda ko'proq kuzatiladi. Muloqotga kirishishni xohlashmaydi, o'zini ehtiyojlarini aytib bera olmaganligi uchun ko'proq ular jizzaki, jahldor bo'lishadi. Hattoki shunaqa bolalar bor, menga kelishadi, tishlab tashlash darajasigacha boradi. Asosan ular yolg'iz o'zini dunyosida, ya'ni atrofdagi inson bilan muloqotga kirishda qiynalishadi bu bolalar. Ras belgilari bor bolajonlarimizga Evamed klinikasida yordam berishga tayyormiz.